Qolaversa hukumat rahbarimiz, hurmatli bosh vazirimiz mana o'tgan kuni gaplashganda, shu boshimiz shunaqa topshirib berdi, shundagi shularni jo'natamiz, faqat andijonliklar boradi. Shu 250 ta tashkil qilib bering dedi. Bo'ldi dedim, aytganingizda tashkil qilib beraman dedim. Bu albatta sizlarni butun O'zbekiston, butun o'zbek millatini, O'zbekiston davlatini, O'zbekiston futbolining sharafini himoya qilish uchun andijonliklar borayotgani ham bu yana bir marta gapman. Mendan bosh butun andijonliklarga g'urur bu. Bundan albatta faxrlanaman. Chunki ertaga qaytasizlar, nasib bo'lsa qaytishlarda ham xursandchilik bilan kutib olish nasib qilsin. Oq yo'l bersin Xudoyim. Komandamizga ham Xudoyim O'zbekiston milliy terma komandasiga ham kuch-quvvat bersin. Yaxshi natijalarni ko'rish nasib qilsin. Xudoyim oq yo'l bersin. O'zbekistonimizga jannatmonat, yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Baxtimizga hurmatli prezidentimiz sog' salomat bo'lsin. Hammalaringga oq yo'l bersin Xudoyim.